Rossiyadan katta ob'yomda minivatli mahsulotlarimiz уже yetib keldi. Уже O'zbekiston bo'yicha minivatli mahsulotiga juda ham ko'p dehqonlarimiz уже ko'rishdi, mazasini tushunishdi. Mana shu minivatidan foydalanishyapti. Nimaga sabab? Chunki yerni tayyorlash, traktorda ag'dar, gonsep juda ham og'ir mehnat talab qiladi. To'g'risi, undan ko'rasa mana shu minivatdan xarid qilasiz. Siz ekmoqchi bo'lgan ko'chatingizni mana shularga ekib chiqasiz, ozuqasini berasiz va siz xohlaganda hosilni bemalol olasiz. Va bundan tashqari minivatada mana shu minivatadan tashqari o'zini kichkina ya'ni ko'chat yetishtirish uchun, illizni orttirish uchun alohida minivatli mahsulotlarimiz bor. Ana shundan foydalansanglar ham bo'ladi. Atirgulchilar orasida juda ham mashhur, mazza qilib foydalanishyapti va sizlarga ham tavsiya berib qolamiz. Va bundan tashqari xuddi shu ob'yomda mijozlarimiz buyurtma asosida teplitsalarga yetkazib beramiz. Ya'ni Rossiyadan promoy issiqxonalarga xuddi shu ob'yomda yetkazib beramiz va sizlarga ham tavsiya berib qolamiz. Arzon narxlarda qilib beramiz. Haqiqatan mijozlarimiz уже foydalanishyapti, foydasini bilishdi qanaqaligini haqiqatan zo'r. Mana shunaqangi minivatli mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Doimiy mijozlarimizdan bo'lgan Bahodir akami issiqxonalarga tashrif buyurganmiz. Assalomu alaykum Bahodir aka. Hormanglar, charchaymsizlarmi? Tuzimsizlar. Rossiyadan katta ob'yomda minivatli mahsulotlarimizni, ya'ni buyurtma asosida yetkazib olib kelib berdi. Bahodir aka, o'zi bu minivataga o'tish plani qatdan keldi o'zi? Minivataga ekologik toza bo'lgani uchun, stirlanganligi uchun shunga o'tamiz. Kasalliklar boshqalar yo'q bunda. Bunda bo'lmaydi. Yerga qaraganda, yerni tayyorlash ishlari ko'p. Shuning uchun bunga. Shunaqa. Kim tavsiya berdi bunga? O'zimiz shu fikrga keldik. O'zingiz fikrga keldinglar. Sizlarni shu bolalarni, Husanlarni taklifi bilan shu fikrga keldik. Ali barakada mana hozir minivatdan bu birinchi marta foydalanishingizni, undan oldin foydalanganmiz. Bultur olib kelib ozgina foydalanib ko'rganman shu o'zingizlardan Ali barakadan olib. Qancha joy? Ko'p emas, yarim so'ti, bir so'tida. Effekti qanaqa bo'ldi aka? Effekti yaxshi, yomon emas. Effekti уже amalda effekt bergandan keyin уже почти menimcha 1 fura oldingiz gektarga. Qancha joyga oldingiz buni? Yarim gektarga yetadi. Yarim gektarga. Narx-navolar qanaqa bo'ldi Ali barakadan olgan? Narx-navolari yomon emas. Bu bulturga qaraganda bu yil narx-navolar sal tushgan. To'g'ridan to'g'ri kelib tushganiga ham sal arzonroq qilib berishdi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, sizlarga ham minivatli mahsulotidan foydalanishlarini tavsiya berib qolamiz. Arzon narxlarda qilib beramiz. Navbatdagi issiqxonamizga tashrif buyurdi. Bu yerda Komiljon aka, assalomu alaykum. Aka, hormanglar, charchaymsizlarmi, tuzimsizlar? Rahmat. Bu mijozimiz ham, dehqonimiz ham doimiy mijozlarimizdan biri bo'ladilar. Bu почти ikkinchi marotaba fura olishinglar, minivat olishinglar. Xuddi shunaqa. Mana ko'rganinglarda mijozimizga o'zlari buyurtma bergan, o'zlari o'lchamga kerakli o'lchamdagi minivatli mahsulotlarimizni katta assortimentda olib kelib berdik. Oldingi mana birinchisida oldilar-ku. Xo'p. Fura bitta fura oldilar, minivatli mahsulotdan foydalandinglar. Ayniqsa mana mashinadan foydalanishgan. Mana shu minivatdan foydalandinglar. Nima xususiyatlari bor ekan? Qanaqa foydali topdingiz? Foydali taraflari buni to'g'ri ozuqalarini berib parvarishlansa, yerdan ko'ra 1,5-2 barobar xotirjam, hosildorligi yuqori hamda sifati ham ancha boshqacha bo'ladi. Yerga qaraganda. Yerga qaraganda. Nima ko'chat ekasiz? Bunga atirgul ekamiz. Atirgul. Bismillah. O'zi atirgulchilar orasida mana shu minivati juda ham mashhur bo'lib ketdi. Hop, bu уже ikkinchi olishinglar. Ikkinchisi. Bu adashmasam bu juda ham katta joylar. Eski joylik emas va buni boshqa joyga qo'yasizlar. To'g'rimi? Bundan misol uchun bu yangi joy. Undan oldingi foydalangan issiqxonalar hali ham ish beryapti. Ha, ish beryapti. 1 yil bo'ldimi yo'q? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri foydalanib kelyapsizlar. Baraka topdik. Yaxshi, xudo xolasa. Muammo bo'lmaydi. Muammo yo'q, xudo xolasa, yaxshi hammasi. Hammasi yaxshi. Yaxshi niyat bilan buni ham olamiz, xudo xolasa. Baraka topganimiz uchun yana buyurtma berib shu mahsulotlardan olamiz, xudo xolasa. Bu yog'iga ham xayrli bo'lsin. Inshaalloh hammamizga xayrli bo'lsin, salomat bo'linglar. Mana o'sha ko'rganinglarda, o'sha Rossiyadan mijozimizning issiqxonalariga promoy minivatli mahsulotlarimizni katta ob'yomda aynan mana shu minivatli mahsulotlarimizni yetkazib olib kelib berdi. Bugunning o'zida bizning Ali baraka korxonamizga va boydagi birinchi kirgan issiqxonamizga va mana navbatdagi issiqxonamizga yetkazib olib kelib berdi. Agar sizlarga ham mana shunaqangi minivatli mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilib, narx-navolari bilan tanishib, arzon narxlarda
sotib olsanglar bo'ladi. Sizlarga ham mana shu minivatdan foydalanishlarini tavsiya berib qolamiz. Bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar. Ali baraka, barakali hosilingiz manbai.